Meni aldashdi-ku. Ona vayron bo'ldim. Endi nima qilaman? Biz sizni onlayn ishga taklif qilamiz. Ananas Express sahifalariga kirib like bosasiz. Kuniga 2-3 soat vaqt ketadi. Qo'shimcha daromad olasiz. Bizning savdogarlarimiz bir kunda 2-3 millionga yaqin daromad topishyapti. Sizdan bizga ishonch bo'lsa bo'ldi. Kim? Yana ketdi. Oke, qanaqa odamsiz? Assalomu alaykum. 3 kundan beri nima telefoningizni ko'tarmaysiz? Uzr. Erkakmisiz o'zi? Menga qarang, notariusda qo'l qo'yganingizdan keyin, qo'lingizga pulni berganimdan keyin bir oyda chiqib ketaman dedingizmi? Bir oy degandan keyin chiqib ketadi erkak bo'lib. Yana 3 kun. Bo'ldi qiling, qanaqa 3 kun? Bo'ldi qiling. 3 oydan beri erta, inni 3 kun pushkun qilasiz aka. Короче, 1 soatdan keyin bo'shatib qo'ylaring uyga. Men tirikchilikda qolib ketaman, planim bor meni. Vatanga baqing. Bo'ldi qizim. Iltimos baqirmang. Bizga yana ozgina muhlat bering. Onasi bo'ldi, aralashma. Menga qarang aka. Vaziyatingizni tushuntirma. Lekin meni ham planim bor. Shundoq ham 3 oy sabr qilib keldim. Yetar. Aka, men bilmayman, 1 soatda bo'shatib qo'yinglar uyga. Nega ham sizga ishondim? Nega o'shanda sizni to'xtatmadim? Onasi. Nima yetishmayapti sizga? Nima yetishmayapti? Men bir sizga noligan bo'lmasam, Jamshid aka uni olib bering, buni olib bering demagan bo'lsam, boriga qanoat qilgan bo'lsam, kerakmidi shu narsalar sizga? Hammasi yaxshi bo'ladi, sabr qil dedingiz. Qattanam sizga ishondim o'zi. Bekorim ishondim. Nima bo'ldi? Nima bilan tugadi hozir shu? Qayerga boramiz endi Jamshid aka? Boradigan joyimiz yo'q. Odam o'ylamaysiz ham. Onasi. Bilasan. To'g'ri sizlarni himoya qilaman. Erkak bo'laman deb. Erkinligimni yo'qotdim. Senga munosib er, farzandimga yaxshi ota bo'la olmadim. Ilojisi bo'lsa meni kechiringlar. Halol yashadim. Lekin ko'r-ko'rona ishondim. Endi tushunib yetdim. Bu zamonda faqat halollikni o'zi yetmas ekan. Aql bilan yashash kerak ekan, tekshirish kerak ekan. Men esa faqat ishondim. Lekin tekshirmadim. Mana natijasini ko'rdinglar. Internetdan daromad qilishdan oldin yaxshilab o'ylang. Shoshilmang. Yaxshilab tekshiringlar, o'rganib chiqinglar. Firibgarlik kichkina xatodan boshlanadi. Salomat bo'linglar. Men qilgan xatolarni sizlar takrorlamanglar.